Assalomu alaykum. Bizning YouTube sahifamiz kuzatuvchilari. Bizda yangilik, ya'ni Lochin zavodi yana yangi mototsikllar, yangi dizayndagi Lochin mototsiklarini ishlab chiqarmoqda va bu safargi obzorimizda ushbu Lochin mototsikli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bortlari umuman boshqacha dizaynda chiqqan. Mana bunaqa reshotkali variantda bu mototsiklimizga maksimal bemalol yuklaringizni olsangiz bo'ladi. Qishloq xo'jaliklariga juda ham udobniy variant bo'ladi. Xo'p, bu safargi obzorimizda aynan ushbu Lochin mototsikli bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rishdan oldin bizning YouTube sahifamizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Sababi bu video yana ham ko'p kishi ko'rish maqsadida ushbu tugmalarni bossangiz, albatta maqsadga muvofiq bo'lardi. Biz ham xursand bo'lardik. Xo'p, ushbu Lochin mototsiklimiz obzorini boshlayman. Xo'p, akalar, ushbu Lochin mototsiklimiz 18 ot kuchiga ega bo'ladi. Motori 300 kubalik bo'ladi, akalar. Undan tashqari пониженный funksiyasi bor, ko'rishingiz mumkin. Bak hajmiga keladigan bo'lsak, bak hajmi 20 litr bo'ladi va aynan ushbu Lochin mototsiklimiz 100 kilometrga 7,5-8 litr benzin sarflaydi. Ushbu old qismidagi balonimiz 5,5 ga 13 razmerli bo'ladi. Vilkamiz diametri 63 santimetrli bo'ladi, akalar. Juda ham baquvvat. Aynan mana shu Lochin mototsikli uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Faralariga keladigan bo'lsak, tunda oldini juda ham chiroyli yorug' qilib beradi. Xo'p, akalar, ushbu Lochin mototsiklimizning bort hajmi 3 metrga 1 metr 55 santimetr bo'ladi. Balandligiga hisoblasak 1 metr 20 santimetr bo'ladi, akalar. Bort umuman boshqa tema, akalar. Ko'rishingiz mumkin. Wow, o'ta juda ham chiroyli qilib ishlangan. Alohida ochiladi bortlari. Ko'rishingiz mumkin. Orqa tomonlari ham xuddi shunday. Faralari endi aytmasa ham bo'ladi. Orqasidagi mana shu ikkita balon umuman boshqa tema, akalar. Undan oldin esa bizda YouTube sahifamizga yana bir bor, agar hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Chunki Lochin mototsiklari haqida to'liq ma'lumotlarni aynan mana shu YouTube sahifa orqali bilib olishingiz mumkin. Narx-navosi, qayerda savdogarlar ishlaydi, qayerda zavod narxida sotadi. Albatta, rasmiy dillerlari, ya'ni Lochin kompaniyasining rasmiy dillerlarigina Lochin mototsiklarini zavod narxida sotadi. Qolganlar savdogarlar ustiga pul qo'yib, mana shunday sotishadi. Ya'ni dillerlik, rasmiy dillerlikni olmagan Lochin mototsiklini sotayotgan odam ko'rsangiz bo'ldi, u uje zavod narxidan ustiga 1,5 million, 2 million pul qo'yib sotyapti. Akalar, ushbu Lochin mototsiklimiz 2 mostli bo'lib, orqa balonlarini birini qo'shib, birini ayirib bemalol haydasangiz bo'ladi. Aynan misol orqadagi ikkita mostdan bittasini ishlatib, bittasini ishlatmasangiz ham bo'ladi. Xo'p, akalar, agar kimga Lochin mototsikllari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz rasmiy hamkormiz, ko'rishingiz mumkin. Aytgancha yangi reklama bannerlari chiqardik. Xo'p, akalar, bizda aynan Lochin mototsiklarining assortimenti juda ham keng. Xohlasangiz kvadrotsikl, xohlasangiz mana bunday 3 balonli Lochin mototsiklari ham bor. 1,5 tonna, 800 kg, 1 tonna yuk ortaydigan variantlari bor. Undan tashqari silindrli, 3 oyoqli variantlari bor. Kvadrotsiklarimizda har xil turidan bor. Undan tashqari mana shunaqa kabina variantda so'ragan akalarimiz uchun kabinali variantdan ham 4-5 ta Lochin mototsiklarimiz bor. Bemalol bizga, ya'ni pastdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, to'liq informatsiyalarni, ma'lumotlarni bilib olsangiz bo'ladi. Zavod narxida xarid qiling. Dastavka xizmati butun O'zbekiston bo'ylab mavjud. Bemalol bizga ishonib, Lochin mototsiklarini xarid qilishingiz mumkin zavod narxida. Xo'p, bundan tashqari Turonbank orqali bizdan xarid qilishingiz mumkin. Hech qanday boshlang'ich to'lovlarsiz. Bitta pasportingiz bo'lsa bas, Turonbank orqali hech qanday boshlang'ich to'lovlarsiz foizga, ya'ni bo'lib to'lashga Lochin mototsiklarimizda chiqarib beramiz. Bizning assortimentimiz keng.
tanlovlar ham bemalol shu yerga kelsangiz istalgan turdagi Lochin mototsiklaringizni topa olasiz. Xo'p, undan tashqari mahalla hokim yordamchisining tavsiyanomasi orqali sudadan va naqdga xarid qilsangiz bo'ladi. Ishoning, yarim soat ichida barcha hujjatlaringizni naqdlab, tayyorlab, Lochin mototsikllarimizni kaskalari bilan birgalikda berib yuboramiz. Agar kimga Lochin mototsikllari haqida ma'lumotlar yoki narxlari qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib ma'lumot olishingiz mumkin yoki manzillarni bilib olsangiz, butun Samarqand bo'ylab 5 ta tumanida aynan Yassam Motorsning do'konlari, ya'ni filiallari mavjud va barchasida zavod narxida xarid qilishingiz mumkin. Barchaga kattakon rahmat, Yassam Motors bilan birga bo'ling.